Bu tashlandiq uyda nima bo'lganini ko'rib, to'g'risi dahshatga tushdim. 2019-yil mart oyida Jon ismli bu odam yana bir YouTuber bilan mana shu tashlandiq uyga borishga qaror qilishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu uyda yashagan ayol farzandini yo'qotgan va shundan so'ng o'zini joniga ham qasd qilgan ekan. Voqeani boshida ular bu uyga kirishlari bilan uy konstruksiyasi barqaror emasligini va uydagi ba'zi narsalar qulab tushayotganligini sezishdi. Yeah. I'm really nervous about that right there. Look at the ceiling. Ko'pchilik tashlandiq uylarni kuzatishdagi asosiy xavf u yerda yashovchi uysizlar, quturgan it hujumi yoki politsiya deb o'ylashadi. Lekin aslida bunaqa joylardagi eng katta xavflardan biri tom bosib qolishi yoki pol sinishidan yerto'laga yiqilib tushishdir. Voqeaga qaytadigan bo'lsak, Jon mehmonxonadagi polni ahvolini ko'rib, u yerga kirmasdan boshqa xonalarni kuzatishga o'tdi va yotoqxonada mana shu holatga duch keldi. Did you? No, but it cracked a little. Oh man, there's a crib in here. Oh shoot. Oh You all right? shit, yeah. Well, I just fell through the floor. Yaxshiyamki Jon tana vaznini ikkinchi oyog'iga o'tkazib bu teshikdan chiqib oldi. Bo'lmasam uning aytishiga ko'ra kamida 3 metrlik yerto'laga qulab ketgan bo'lardi. Ular tinchlanib olib uydan ehtiyotkorlik bilan chiqib ketishdi va vaqtinchalik kuzatuv ishlarini ham to'xtatishdi. Bu voqeadan keyin Jon juda ham qo'rqib ketgan bo'lsa-da, u tashlandiq joylarga borishni to'xtatgani yo'q-u, lekin aynan mana shu uyga qaytib kelmadi. Va bu hodisa tashlandiq joylarga borish qanchalik xavfliligini va tajribali tadqiqotchilar ham mana shunaqa kutilmagan tasodiflardan xoli emasligini yorqin isboti bo'ldi. Lekin bundan ham qiziqrog'i, siz nima deb o'ylaysiz? Jonni o'rnida bo'lganingizda o'sha teshikdan chiqib keta olarmidingiz? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha